hammaga muammo bo'ladigan mavzulardan biri ichki aylana, tashqi aylana. To'g'rimi? Ichki aylanani o'tdik, endi tashqi aylanaga o'tamiz. Bu mavzuni 95% o'quvchi shu mavzudan savol tutsa ishlamaydi. Demak, formulalarni yaxshi eslab qolsangiz, ayrim usullarni aytamiz, eslab qolsangiz, shu bilan misollarning hammasi javob chiqadi. Birinchi holat, demak, uchburchakka tashqi aylanani o'taymiz. Dastlabkisi, qarang. Uchburchakka tashqi aylana markazi uchburchak ichida yoki tomonning o'rtasida yoki bo'lmasa uchburchak tashqarisida bo'lishi mumkin. Uchburchakni agar uchburchak to'g'ri burchakli uchburchak bo'ladigan bo'lsa, gipotenuza o'rtasida bo'ladi tashqi aylana markaz. Agar uchburchak o'tkir burchakli uchburchak bo'ladigan bo'lsa, tashqi aylana markazi uchburchak ichida bo'ladi. Agar o'tmas burchakli uchburchak bo'ladigan bo'lsa, aylananing markazi uchburchak tashqarisida bo'ladi. Lekin uchburchakning markazi tomonning o'rtalariga tushirilgan perpendikulyarlar kesishgan nuqtada bo'ladi. Bu narsa qoidasi o'quvchilar mana shu yerda ham ikkilanadi. Bananlar kesishgan nuqtada bo'ladi, tashqi aylana markazi deydi. Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Tomon o'rtalariga tushirilgan perpendikulyarlar kesishgan nuqtada bo'ladi. Mana shu qoida to'g'ri. Yoki buni ikkinchi ma'nosi o'rta perpendikulyarlar kesishgan nuqtada ham deydi. O'rta perpendikulyar degan ma'no ham tomonning o'rtasiga tushyapti degan ma'no bildiradi. Demak, mana bu narsa shu. Ikkinchisiga o'tamiz. Demak, qarang, eng zo'ri mana shu narsa. Tashqi aylana radiusini toping degan joyda eng oson yo'li sinuslar teoremasidan ketish. A taqsim sinus alfa, B taqsim sinus beta yoki C taqsim sinus gamma teng ikkita tashqi aylana radiusiga teng bo'ladi. Bu eng zo'ri, eng yaxshi nimasi yo'li shu. Demak, agar sizga uchburchak berilsa, A tomon berilsa, uni qarsak burchak alfa berilsa, bo'ldi. Mana shu formulaga qo'ysangiz, osongina topasiz tashqi aylana radiusini. Tushundingizmi? Shu narsani eslab qolish kerak. Tashqi aylana radiusini so'ragan joyda sinuslar teoremasini qo'llab bilsangiz, oson chiqadi. Demak, tashqi aylana radiusi A taqsim 2 sinus alfa. Demak, uchinchi formula S uchburchak bilamiz. A tomon, B tomon bo'lsa, orasidagi burchak gamma bo'lsa, AB sinus gamma taqsim 2 degan formuladan chiqadi. Lekin biz agar sinus gammani mana bu ikkalasining tengligidan sinus gammani topib olsak, C taqsim 2R bo'lib qoladi. Mana bu sinus gammani o'rniga C taqsim 2R ni qo'ysak, formula ABC taqsim 4R ga o'zgaradi. Bu formula ko'proq tashqi aylana radius topish uchun ishlatiladi. ABC taqsim 4S uchburchak. Tushunarlimi? 4-holat. Agarda uchburchakni A tomoni, C tomoni va B tomonga tushirilgan bananlik berilsa, tashqi aylana radiusini so'rasa, demak qilamiz. Mana burchak alfa deb o'zimizdan kiritamiz. Bu berilmagan bizga. Endi sinus alfani topib olamiz. Mana shu yerdan sinus alfa HB ning C ga nisbati. To'g'ri burchakli uchburchakda burchak qarsak kateting gipotenuzaga nisbati shu burchak sinusini beradi. HB ning C ga nisbati. Endi sinuslar teoremasiga asosan tashqi aylana radius mana A taqsim 2 sinus alfaga asosan A taqsim 2 sinus alfa. Sinus alfani o'rniga buni keltirib qo'ysak, bizda formula A taqsim 2 HB taqsim C bo'ladi. C yuqoriga suratga chiqadi. A kara C taqsim 2 HB degan formula paydo bo'ladi. Mana sizga osongina chiqyapti. Endi keyingisiga o'tamiz. 5-si. Demak, sizga uchburchakning A, B, C tomonlari berilsa-da tashqi aylana radiusini so'rasa, qanday topamiz dedik? Bitta kosinuslar teoreması qilasiz. Mana bu A tomon qarsak burchak kosinusini topib olasiz. Undan keyin uni trigonometrik birinchi aylatga asosan sinusini topib olasiz. Sinusga o'zgartirasiz. Sinus topgandan keyin A taqsim 2 sinus alfa qilib tashqi aylana topib olasiz. Tushundingizmi? Ana jarayon siz uchun boshqa jarayonlardan ko'ra shunisi osonroq. Tushundingizmi? Yana ikkinchi yo'li bor. Siz uchburchak yuzasini ABC bilan topib olib, gerondan yuzani topib olib, mana formulaga qo'ysangiz ham bo'ladi. Undan ko'ra mana bunday qilganingiz yaxshiroq. Endi keyingisi 6-si teng yo'lli uchburchakda tashqi aylana radiusi qanday topiladi? Teng yo'lli uchburchakda ikki xil yo'lini ko'rsatdik. Mana bu asosga tushirilgan balandlik asosni ikkiga ajratganligi uchun bu o'rta perpendikulyar ham deyiladi. Ana shu o'rta perpendikulyarning qayerigadir demak tashqi aylana markazi bo'ladi. Mana shu yerda O nuqtada desak, bu yerdan bericha radius, bu yerdan bericha radius. Mana bu kichkina bo'lak umumiy HA bo'lsa, bu radius bo'lsa, HA minus radius bo'ladi. Bu yoqqa taqsim 2 bo'ladi. Shu ikkalani shu yerda to'g'ri burchakli uchburchak paydo bo'ladi. Shu yerdan Pifagor qilsak, bizaga xo'sh, mana shuncha jarayondan keyin mana bu yerda yozganmiz. Pifagor qilib, ochib chiqib soddalashtirgan vaqtimiz tashqi aylana radius HA ni kvadrati qo'shilgan A taqsim 2 ni kvadrati taqsim 2HA degan formuladan kelib chiqqan. Yoki suratni o'zini biz nima qilganmiz? B kvadratga tenglashtirganmiz. HA ni kvadrati A taqsim 2 ni kvadrati B kvadratga teng bo'lgan. Demak, mana shu formula teng yo'l uchburchakda tashqi aylana radius topish formulasi bo'ladi. Yoki buni sinuslar teoremasidan topsangiz ham bo'ladi. Mana bu yerda yozganmiz. B ning uning burchak qarsagi sinusga nisbati
teng ikkita radiusga. Keyin shu yerdan sinus betani topganmiz, HA ni B ga nisbatidan keltirib qo'yganimizda baribir shu formula hosil bo'lgan. Keyingi holat 7-si to'g'ri burchakli uchburchakda tashqaridan radius. Demak, bu katet, A katet, bu B katet. Mana bu 90 gradus bo'lgandan keyin gipotenuzaning o'rtasida bo'ladi. Sababi bu 90 gradus qarsdagi mana bu aylanaga 180 gradus bo'ladi. Mana bu gipotenuza vatar vazifasini bajaryapti. 180 gradusga ajratuvchi vatar bu diametr degani. Demak, bu degani gipotenuza aylananing diametri bo'lib kelyapti. Aylana markazi gipotenuza o'rtasida bo'ladi. Bu taraf radius, bu taraf ham radius bo'ladi. Ya'ni gipotenuza ikkita radiusga teng bo'ladi. Bu ham teng A kvadrat qo'shilgan B kvadratga. Radiusning o'zini topsak, gipotenuza yarmiga teng yoki ildiz A kvadrat plus B kvadrat taqsim 2 yoki S tomonga tushirilgan mediana uzunligi ham tashqaridan radiusiga teng bo'ladi. Demak, keyin eslatma sifatida uchburchak yuzini so'rasa, 2 kichkina radius kvadrat qo'shilgan ikkita katta radius kara kichkina radius ham to'g'ri burchakli uchburchak yuzini beradi. Bu har qanday uchburchakda emas, har qanday to'g'ri burchakli uchburchakda to'g'ri keladi. Endi muntazam uchburchakda tashqari radius umumiy formulalar bilan ketdik. Ya'ni muntazam shakllar uchun tashqari radiusning umumiy formulasi bor. A taqsim 2 sinus 180 taqsim n. N o'rniga 3 qo'ysak, uchburchak uchun, demak, muntazam uchburchak uchun tashqari radius formulasi keladi. Hisoblaganimizda A taqsim 3 bu narsa ikkita muntazam uchburchakka ichkisiga aylananing diametriga ham teng bo'ladi. Ya'ni ikkita ichki aylana radius bo'ladi. Bo'ldi, mana 9-holat. Endi biza o'tkir burchakli uchburchakda tashqari markazi uchburchak ichida bo'ladi, to'g'ri burchakli uchburchakda gipotenuza o'rtasida bo'ladi, o'tmas burchakli uchburchakda uchburchak tashqarisida bo'ladi. Mana shu narsalarning o'zi sizga shu mavzuga doir 90% misolni javobini chiqarib beradi. Yana eslatma, sinuslar teoremasini eslab qoling, tashqari radius topishning eng oson yo'li sinuslar teoremasidan ketish. Agar yoqqan bo'lsa, like